Ko'ngil ko'zsa sig'maydi dardlar, oyni suva bera olmaydi. Dil eslar, qiynalar lablar bir yarimta gapira olmaydi. Shundan mudom bo'ynimda gunohimni yashira olmayman. Chechan so'zlar qilgandan so'roq bir yarimta gapira olmayman. Bir boshimda ming bir muddao, otam ruhini chaqira olmayman. Begonaga ishonib aslo bir yarimta gapira olmayman. Mehr-oqibat haqida jimjimador so'zlar va bizlarga yettiyot begona bo'lgan insonlarga shirin so'zlarni bir soatlab gapirishni hammamiz ham eplaymiz. Ammo dunyodagi bitta samimiy do'stimiz bo'lgan onajonimizga kelganda hatto birgina shirin so'z ham aytish qo'limizdan kelmas ekan. Onalar farzandim mendan keyin qolib baxtli saodatli yashasin, birovdan kam bo'lmasin deb mehribonlik qilsa bizchi. Onamizni ham kel endi shu kampirni 5-10 kunlik